ulamolardan biri bir ajib so'zni aytadi. Iymon xulqdir. Iymon xulqdir. Kimning xulqi sening xulqingdan yuksak bo'lsa, demak uning iymoni ham senikidan yuksak ekan. Din deb payg'ambarimizdan so'raganlarida husnul xuluq deb javob bergandilar. Din nima? Go'zal xulq deb javob bergandilar. Ro'parangizda turgan odamni iymoningizdan balandmi yoki pastmi bilishni yo'li bor ekan. Axloqiga qarang. Axloqi sizdan balandmi? Demak uni iymoni ham baland. Axloqi pastmi? Demak iymoni ham past. Shuning uchun Parvardigorimizning huzurida martabamizni ko'tarilishini xohlasak, ukalar, birodarlar, axloqimizni go'zal qilaylik. Axloqimizni go'zal qilaylik. Alloh taolo va payg'ambarimizni maqtab nima degan? Astagfirullah va innaka la'ala xuluqin azim. Albatta siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam ulug' xulq ustidadirsiz. Xulq, axloq, go'zal xulqini hech qaysi bir zamonga bog'liq joyi yo'q. Zamonlar bir-biri bilan farqlanadi. Nimasi bilan? Asbali bilan, imoratlari bilan, kiyim-kechagi bilan, poyezdi bilan, samolyoti bilan, texnologiyasi bilan farqlanadi. Lekin bu mana shu asrlarning, zamonlarning hammasida go'zal xulq, birodarlar, nihoyatda qadrli narsa bo'lgan. 1000 yil burun ham rostgo'ylik qadrli bo'lgan, 2000 yil burun ham omonatdorlik qadrli bo'lgan, hozir ham xuddi shunday. Demak, go'zal xulq hech qaysi bir asrga bog'liq joyi yo'q. Go'zal xulq hamma asrda ham odamlarni e'tiborini o'ziga tortgan. Payg'ambar alayhisalomning laqabi Muhammad Sodiq, Muhammad Amin, Sodiqul Amin, rostgo'y va ishonchli omonatdor. Hadisha onamizning laqabi Tohira, pokiza. Er-xotin o'rtasida mushtaraklik, o'xshashlik bo'ladi. Payg'ambarimiz Amin edi, Hadisha onamiz Tohira edi. Agar er-xotin xulqda, dinda bir-biriga teng bo'lsa, hayot go'zal bo'ladi. Ammo er dindor bo'lsa, xulqi joyida bo'lsa-yu, ayol dinsiz bo'lib, boshqa vodiyda bo'lsa-chi? Agar bir kishi iymonli bo'lgan holda pokiza, mo'mina, axloqli, dindor ayolni topdimi, dunyoni katta bir saodatga erishibdi. Chunki o'tgan darsimizda aytdik, dunyoni o'zi dedi payg'ambarimiz matoh, hammasi. Endi mana shu matohning eng yaxshisi soliha ayol dedi.